Assalomu alaykum Chorva biznes kanali obunachilari, YouTube tomoshabinlari, Chorva buqa ishqibozlari. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oltepa mol bozoriga video tayyorlash uchun yetib keldik. Bugun hafta kuniga shanba 5-aprel 2025-yil sanasida turibmiz. Bozor endi boshlanyapti mana. Bozordagi narxlarni barchasini yoritib boramiz, bo'y-bastigacha aytamiz. Videolarimiz ozroq ko'rilyapti, sababi like bosmayapsizlar, hurmatli obunachilar. Like bosib, kommentariya yozib qo'yinglar. Biz videolarimiz ko'p ko'rinishiga sababchi bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab turinglar, hurmatli obunachilar. 208 verildi. Orta estolar chiqdi. 12.800 deyapti. Necha pul baraka bo'ldi? Aka? Necha pulga? 12 million berdi. 12 million beryapti ekanlar. Bo'yi 1 metr keladi. Endi ko'rib, qorong'idan Bidon. Necha pul so'rayapti bunga? 12,5. 12,5 million so'rayapti. Yomg'ir yog'ardi, bozor kayfiyati ozgina tushkun holatda turibdi. Yomg'ir yog'di. Mana bu mesni buqachaga 18 million so'rabdi, bermabdi. Bo'ylari 1.15, 1.20 chiqadi. Masa boqadigan holatda ekan. Hurmatli obunachilar, mana shu buqalarni hozir narxlarini yoritamiz. Chiroyli buqalar kelibdi, boqma buqalar. Oltepa mol bozoriga tarozi xizmati yetib keldi. Chiroyli qilib betonlab qo'yib, sharoitlar qilib qo'ydi. Olgan mollar tortib, taroziga ham baraka bo'lsa. Sharoitlar qilindi. 15 ming so'm tortyapti ekan. 15 ming so'm. Oltinko'l bo'ylab deymizmi endi? Yo boraverasanmi? Qayga bo'lsa boraveraman deyapti, Andijon bo'ylab. Nomerini hozir qo'yib beramiz. Ayt nomering. 90lik 773 7227. Telefon qilaverasizlar. Pulini kelishsanglar, qayga bo'lsa borib tortib beradi. Tarozi xizmati mavjud mana. Mana sharoit qaranglar mana. Skuterlar chiqib. $25 million kami bor deyapti. Shved buqacha, kurak surmagan. Bozorda eng oldi buqasi bo'lib, hamma yo'g'i joyida. Pulovlari kelgan, yemlashga tayyor. Necha pul oldi? Nargisi. 38 ga 2 ta mana. Bo'lsa. Narx qimmatligini qarang bu. Mana orqa oldilar buqa. Million. Mana shu mesni buqaga 16.200 ming beryapti. Bo'yi 1.20 dan baland, shu ozg'incha qarov bo'lsa zo'r bo'lib ketadi.
Tulovlari kelgan, rosa chiroyli holatda turibdi buqa. O baraka bo'lgan. Nech pul oldi? 6.200.000 shu. Oshmadi undan. 11.050.000 ga qisir holatda. İkkalasiga 12,5 milliondan narx aytyapti, 25 million jupiga. To'qson chiqib qoladi bo'yi, 90 santimetr. Ayoqlari baquvvat. 6 oylik deyapti. 12,5. O'zi tushib ketdi bozor, hamma bildi. Odamlar bilmayapti, bozor tushgan. Katta bozorga chiqmayapti, bular ishga to'g'ri bo'ladi. 20 million beryapsizmi? Bu bozor tomonda. Bo'yi 1.25 baland keladi. 20 millionga bermayapti mana, hurmatli obunachilar. Yomg'ir yoqqaniga hammani kayfiyat tushib ketdi, xaridorlar ham kamayib ketdi bozorda. Mana mashmonlar uncha sotilmayapti. Shu molga 20 million so'rayapti. Isroil yemlashga tayyor ekan bu. Ayoqlari ham baquvvat. $12.500.000 baraka bo'ldi. O'zimiz olib, o'zimiz video qo'yib qo'yamiz. Jiyanimga oldik. berdi mana. Qarshi aytgan. Bo'yi 1 metr keladi. Ozgina qo'tiri bor, endi davolab olaman dedi jiyanim. Ustib ketdi, qo'tirda davolaverib. Shu ikkalasi baraka bo'ldi. Hozir orqa oldini ko'rsatamiz, narxlarni aytamiz. Mana hurmatli obunachilar. Bo'yi 1.25, 1.20 chiqar ikkalasi. Ikkitasi savdo bo'ldi. Hozir oldilarni ko'rsatamiz. Narxi 36.200.000 ga baraka bo'ldi. Sizga berganman aka. Sizga pul Ha, 36.200 ga baraka bo'ldi. Ozgina chakalab dedi ekan bu.